Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlarga afg'oncha Napoleon tayyorlab ko'rsataman. Idishimizga 250 gram margarinni solib, ustidan 4 piyola unimizni elab olamiz. Un va margarinimizni aralashtirib, kroshka qilib olamiz. Ustidan 1 osh qoshiq razrexlitilni solib aralashtirib olamiz. 6 ta tuxumni oqidan sarig'ini ajratib, oqini bezak qilishga olib qo'yamiz. Tayyorlab olgan kroshkalarimizni o'rtasini ochib, 6 ta tuxum sarig'ini solib, ketidan 400 ml smetanani solib, yaxshilab aralashtirib, xamir qorishni boshlaymiz. Mana xamirimiz tayyor. Endi xamirimizni 3 ta bir xil kattalikda va bitta kichkina zuvolachalar qilib olamiz. Xamirimizni paketga solib, 30 minut muzlatgichga tindirib qo'yamiz. Bu orada 400 gram yong'og'imizni maydalab olamiz. Bezagimizni tayyorlab olamiz. Tuxumni oqini idishimizga solib, 1,5 piyola shakarimizni sekin-sekin solib ko'pirtirib olamiz. Bezagimiz ham tayyor. Endi xamirlarimizni 4 burchak shaklda yoyib, chetlarini bir xil qilib kesib olamiz. Lopatmizga joylashtirib, ustidan bezagimizni surtib, yong'oqlarimizni sepib chiqamiz. 180 gradus qizdirilgan pechimizga 20-25 minut pishirib olamiz. 3 ta xamirimizni ham shunaqa ketma-ketlikda pishirib olamiz va kichkina xamirimizni o'zini bezaksiz ustiga qo'yish uchun pishirib olamiz. Mana xamirlarimizni ham pishirib oldik. Endi krem qilish jarayoniga o'tamiz. 200 gram xona haroratida turgan saryog'imizni idishimizga solib, mikser qilamiz. Ustidan sukshoniy moloko, varyoniy moloko solib, bir xil massa bo'lguncha mikser qilamiz. Pishgan xamirlarimizni krem surtib, ustma-ust taxlab chiqamiz. Chetidan kesib olingan xamirlarimizni pishirib, orasiga kroshka qilib sepib yuboramiz. Hech nima surmasdan o'zini pishirgan xamirimizni ustidan qo'yib, krem surib, xohishga qarab bezatib chiqamiz. Men eritilgan shokolad bilan bezatdim. Hamma o'zini xohishiga qarab bezatishi mumkin. Og'izda erib ketadigan Napoleonimiz ham tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring. Bu ta'm takrorlanmas ta'm.